Chivin Allohning mo'jizasidir. 400 ming marta kattalashtirib ko'rsatadigan elektron mikroskopda ko'rilganda ma'lum bo'ldiki, chivinning boshida 100 ta ko'zi, og'zida 48 ta tishi, ko'ksida 3 ta yuragi, markaziy yurak hamda har bir a'zo uchun yurak bor ekan. Chivin qushlarda mavjud bo'lmagan a'zolar bilan jihozlangan ekan. Chivinda haroratni o'lchaydigan asbob ham bor ekan. U atrofidagi narsalarni rangidan, shaklidan emas, balki faqatgina haroratidan tanib olar ekan. Chivinning qonni tahlil qilish asbobi ham bo'lib, u mana shu asbob orqali qaysi tanaga qo'nish, qaysi tanadan qon olishni hal etar ekan. Shuning uchun ham u hamma odamdan qon so'ravermas ekan. Chivinning xartumida 6 ta yo'lakchasi bo'lib, har bir yo'lakchaning o'ziga biriktirilgan vazifasi bor ekan. Chivinning oyoqlarida tirnoqchalari ham bor bo'lib, mazkur tirnoqchalarni chivin silliq tanalarga qo'ngan paytlardagina ishga solar ekan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qilgan: "Bu Allohning yaratganidir. Qani menga ko'rsatingchi, undan boshqalar nimani yaratdilar?" Luqmon surasi 11-oyat. Shayx Nabulsiyning mav'izalari asosida tayyorlandi.